Har qanday sohani o'rganish uchun ustoz kerak, lekin shogird bo'lish ham oson emas. Men bugun sizlarga buni isbotlab beraman. Tasavvur qilinglar, men kulolchilikni o'rganmoqchiman. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Meni ismim Sirojiddin, men sizga shogird bo'lib tushmoqchi edim. Yaxshi-da, qadimiy hunar bu. Bu avloddan avlodga yetib boradigan hunarlar. Bu hunar Rishton kulolchiligi 6-asrda davom etib kelyapti. Mana siz shogird tushsangiz, siz ham shu ishni davom ettirishingiz mumkin. Kulolchilikni necha yilda o'rganishim mumkin? Mukammal o'rganish uchun 4 yil vaqt ketadi. Ishni shunda nimadan boshlaymiz? İşte shu kiyim loy bo'lmasligi uchun shu fartuk taqib shundan boshlaymiz. Bu nima? Bu kulolchilik dastgohi. Shunda mana o'tirib yasaladi. Men ham yasab ko'rsam bo'ladimi o'tirib? Bo'ladi. Hozir mayli o'tirib ko'ring, keyin birgalikda mana Muhammad Rasul bilan shogirdim bilan birgalikda loy tayinlab shunda yasab ko'rasizlar. Xo'p bo'ladi. Wow. Menga ham loy bering. Xo'p bo'ladi. Muhammad Rasul birgalikda ukang bilan loy bilan tanishtir, birga yasashni o'rgatgin. Muhammad Rasul akam menga avval loy ezishni o'rgatdilar. Keyin esa biz kulolchilik dastgohiga o'tirdik. Sal qiyinroq so'z ekanda. Shu paytda turistlar kelib qoldi. Ular meni birinchi ishimni kuzatishdi. Muhammad Rasul aka, mendan tashqari shogirdlaringiz bormi? Bor shogirdlarim, 4 ta shogirdim bor. Men endi 5-chisi bo'larkanman. Albatta. Mana men ustozim bilan birinchi bo'lib yasagan idishim. Qani, ustoz, men yaxshi shogird ekanmanmi? Yaxshi o'zlashtiryapsiz. Agar ustozlarni quloq solib aytganini qilsangiz, yaxshi kulol chiqasiz. Sizga katta rahmat. Men yasagan likopcha bir haftadan keyin tayyor bo'lar ekan. Bir haftadan keyin o'zim olib ketaman. Menga salgina qiyinroq bo'ldi, lekin menga yoqdi. Sizcha kimga shogird bo'lishni xohlaysiz?